Hop, assalomu alaykum. Albatta eshitdingiz. 200 litr o'tyapmiz. Shu yerda bizga dalbet qilib berishgan. Hop, endi hozir 200 litr o'tkazamiz shu yerdan. Hop, mana shu vagonning tagidan mana shu burchakdan o'tib kelgan. Hozir har tarafdan ko'rsatamiz. Qurilish uchun kavlab qo'yishgan ekan. Shu tarafdan inshaalloh chiqadi. Kechagi kuni mana bu Qarag'oy suvini tortib berganmiz. Hop, 28 metrga yo'lni bu betidan 3 metrlik chuqurlikda. Hozir u tarafdan ham videoga olib ko'rsatamiz. Hop, mana shu hozir ko'rsatgan joyimizdan mana shu vagonning tagidan o'tkazib berdik. Hop, bu yerda hop suv o'tgan ekan, ikkita liniyada. Aytishgan joylardan chiqazib berdik. Yo'l tagidan juda ham ko'p kommunikatsiya o'tgan, Wi-Fi, hop, katta visokovolt, gaz, hop, suv quvurlari o'tgan 110 lik darajada.